Xudoyberdi To'xtaboyev o'zbek bolalar adabiyotining zabardast vakili bo'lib, sarguzasht va tarixiy asarlar bilan tanilgan. Tug'ilgan sanasi 1932-yil 17-dekabr. Tug'ilgan joyi Farg'ona viloyati Katta Tag'ob qishlog'i. Vafot etgan sanasi esa 2021-yil 21-mart. Xudoyberdi To'xtaboyev erta yetim qolgan. Uning tarbiyasi bobosi Erkavoy va enasi Robiya bibi qo'lida bo'lgan. Bu insonlar uning ruhiyati va ijodiy dunyoqarashiga katta ta'sir ko'rsatgan. 1949-yil Qo'qon pedagogika bilim yurti. 1955-yil O'rta Osiyo universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetini tamomlagan. 1950-1958-yillar o'qituvchi va maktab direktori. Keyinchalik turli gazeta va jurnallarda adabiy xodim, muharrir lavozimida ishlagan. Xudoyberdi To'xtaboyev bolalar adabiyotiga katta hissa qo'shgan. Uning asarlari o'zbek bolalarining sevimli kitoblariga aylangan. Sariq devni minib asari eng mashhur sarguzasht asari hisoblanadi. Mungli ko'zlar bolalar ruhiyatini yorituvchi asar. Uning asarlari bolalarni orzu qilishga, ezgulikka, halollikka va jasoratga undaydi. Mukofotlari O'zbek xalq yozuvchisi 1991-yil, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi 1982-yil, ko'plab adabiy mukofotlar va faxriy unvonlar sohibi.